Xudo bilan yaqinlik, yorib o'tish, mo'jizalar, ko'pincha bular ro'za orqali keladi. Lekin qanday qilib ro'za tutish kerakki, u zo'riqish emas, balki quvonchga aylansin. Ba'zan hayotda qoniqmaslik hissi keladi. Siz ko'proq narsani xohlaysiz. Siz o'zingizni kattaroq da'vatga ega ekanligingizni his qilasiz. Lekin tushunasiz, hamma narsa ham sizga bog'liq emas. Bunday paytlarda nima qilish kerak? Men ro'zaga kiraman va bu galgi ro'za davomida men kuchli bir vahiy oldim. Mening yuragim g'ayritabiiy narsaga ochiq edi. Kuchli xizmatga, Xudoning barakalariga, ko'rinadigan natijalarga. Lekin Xudo menga bir muhim haqiqatni ko'rsatdi. U menga hayotimni allaqachon qanday barakalaganini eslatdi. Oila bilan, farzandlarim bilan, uyim bilan, mashinam bilan, xizmatim bilan va muqaddas ruh menga shunday vahiy berdi. Xudoning ko'p barakalari osmondan tushgan manna kabi kelmaydi, balki daladagi hosil kabi keladi. Bu nima degani? Avval ekish, keyin kutish, faqat shundan keyin hosil. Shuning uchun asosiy savol men hozir natijani ko'ryapmanmi yoki yo'qmi emas. Asosiy savol men Xudoning dalasiga ekyapmanmi bo'lishi kerak. Men ibodat bilan ekyapmanmi? Men ro'za bilan ekmayapmanmi? Men xizmat bilan ekyapmanmi? Agar shunday bo'lsa, hosil albatta bo'ladi. Muqaddas kitob shunday deydi: yaxshilik qilishdan charchamaylik, chunki agar sustlashmasak, o'z vaqtida hosil olamiz. Galatiyaliklarga 6:9. Ro'za bu diniy marosim emas, bu Xudoga yaqinlashish yo'lidir. Qadimda iymonlilar muntazam ro'za tutar edilar. Ko'plab yahudiylar va ilk masihiylar haftada 2 marta ro'za tutar edilar. Ular Xudoga yaqinlashar edilar va Xudo ham ularga yaqinlashar edi va ajoyib ishlar sodir bo'lar edi. Iso Masih o'zi ham muqaddas ruh tomonidan sahroga olib borildi. U yerda 40 kun ro'za tutdi va muqaddas kitob shunday deydi: u muqaddas ruh qudrati bilan qaytib keldi. E'tibor bering, Iso Masih agar ro'za tutsangiz demaydi, balki ro'za tutganingizda deydi. Qanday qilib ro'zani azob emas, quvonchga aylantirish mumkin? Yurak Xudoga chanqoq bo'lsa, ro'za quvonchga aylanadi. Siz Xudoga yaqinlashishni va uni chuqurroq tanishni istasangiz, ro'za quvonchga aylanadi. Sizning maqsadingiz yoki muammoingiz har kungi ovqat lazzatidan ham muhimroq bo'lsa, ro'za quvonchga aylanadi. Shunda ro'za tutish qarori tabiiy keladi va natijalar ham kechikmaydi. O'zingizni qanday ruhlanishingiz mumkin? O'zingizga ayting: jismoniy ozuqa o'rniga men ruhiy ozuqa olaman. Bu Xudoning o'zi mehmonga chaqirgandek bo'ladi. Siz uning huzuriga ayniqsa kuchli his qilasiz. Bosh va yurakdagi og'riqlik ketadi. So'z ochiladi. Ibodatlar devorlarni yorib o'tadi. Xudo keladi, yorib o'tish keladi. Moylanish va kuch keladi. Gunoh, bog'liqlik va zaiflik zanjirlari uzila boshlaydi. Xudoning huzuriga sezgirlik oshadi. Ochiqlik hissi faqat odatiy ovqat paytlarida, kuniga 3-4 marta 5-10 daqiqa atrofida seziladi. Agar shu daqiqalarda ayniqsa g'ayritabiiy ibodat qiling va aynan o'sha paytda ruhiy dunyoda yorib o'tish sodir bo'ladi. Ro'za og'ir majburiyat bo'lishidan to'xtaydi va hayotni o'zgartiradi. Xudo bilan uchrashuvga aylanadi. Men ro'zani hayotimning bir qismi qilishga qaror qildim. Men har chorshanba ro'za tutaman va ro'za paytida men faqat ovqat yemay qo'ymayman. Men ruhan oziqlanaman, ibodat qilaman, muqaddas kitobni o'qiyman, Xudoni ulug'layman. Xudo bilan doimiy yaqinlikni xohlaysizmi? Muqaddas ruhning harakatini ko'rishni xohlaysizmi? Xudoga chanqoq bo'ling. Haftada kamida 1 marta ro'za tutishga qaror qiling va eng ajoyib tomonini bilasizmi? Ro'za faqat holatingizni emas, sizni ham o'zgartiradi. Yuragingiz o'zgaradi, istaklaringiz o'zgaradi, ruhiy kuchingiz o'zgaradi va bir kuni siz to'satdan tushunib qolasiz: Xudo allaqachon javob bera boshlagan. Hosil allaqachon o'smoqda. Balki aynan hozir Xudo sizni birinchi qadam tashlashga chorlayapti. Kutmaslikka, keyin
qoldirmaslikka harakat qiling, balki vaqtingizni Xudoga bag'ishlashga chorlayapti. Haftada kamida bir kun ro'za tutib ko'ring. Bu vaqtni ibodatga, kalomga va sajdaga bag'ishlang va ko'rasiz, Xudo sizning hayotingizda harakat qila boshlaydi. Izohlarda yozing, siz ro'za tutganmisiz? Sizning tajribangiz qanday bo'lgan? O'qish menga juda qiziq bo'ladi. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, layk bosing va bu videoni ulashing. Shunda ko'proq odamlar ro'zaning qudrati haqida bilishadi. Xudo sizni barakalasin.